Agaylar sizlarga birinchi o'rinda adres tushuntirib o'tamiz. Adresni ko'ring, videoni oxirigacha ko'ring. Bu yoq tarafimiz vokzaldan kelish bo'ladi. Elra savdo markazi, orqamiz Anar to'yxonasi bo'ladi. Bu yog'imiz Murogaga ketish, bu yoqqa o'tib ketmaysiz. Anar to'yxonasining to'g'risidagi ko'chaga kirasiz. Shunday kirsangiz, u yoqda Doma salon turibdi. Sal ko'chada yurganimizdan keyin o'ng qo'lga ko'cha keladi. Chap qo'limiz Domlar Ideal Market, o'ng qo'lga aylanib sal yurganimizdan keyin burungi avtodromning o'rni. Ana shunda ko'rib turganingizdek bahaybat 5 qavatli sifatli solingan domlarimiz sizlar uchun sotuvda. Adresimiz shahar markazida, destat, maktab, ish joyi hammasini yaqin peshqon borsangiz bo'ladi, taksi shartamiz. Domimiz 5 qavatli bo'ladi, sifatli solingan, balkonlari ikki yoq tomonida da balkoni bor. Kvartiralarimiz 2 xonali, 3 xonali bo'ladi. Kvadratlari 5710 so'mdan boshlab sotiladi. Etajına qarab baholari o'zgaradi. O'sha past etajlarida menimcha sotuvda почти qolmadi, baland etajlarda bor. Subsidiyaga bemalol sotib olishingiz mumkin. Pastga sotuv bo'limining nomerini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, tushunmagan savolingiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Alaman desangiz, оформлениеңizga polni yordam beradilar. Hech qanday qiynalib, hujjat bilan yoqqa yugurib yurishingiz shart emas. Hammangizga ana shunday 2 xonali, 3 xonali shahar ichidan kvartiralar nasib etsin deb qolamiz. Sizlar bilan men Ixtiyor Mechcharovich.